Salom hammaga, sizlar bilan men. Onam aytadiki, dunyo doim ham shunday bo'lmagan, lekin men invaziyadan oldingi, mashinalar urushga qo'shilmasdan oldingi davrni eslay olmayman. Agar o'sha qo'shiqni eshitsam, qulog'imni berkitishim kerak. Nafas olaman, o'sha qo'shiqdan nafratlanaman. U juda ko'p odamni ularga aylantirdi. Ular esa kattalashib va kuchayib bormoqda. Onam alyans bizni qutqaradi deb o'yladi, ammo har safar bizning tomonimiz kuchayganida, ular ham kuchayardi. Oldinga orqaga bo'lgan urush faqat ko'proq urush olib keldi. Lekin keyin osmon odamlari keldi va hamma narsa yomonlashdi. Onam ularni astrolar deb ataydi va hamma astrolardan nafratlanadi. Ular bizning qahramonlarimizdan birini nazorat qilib, uni katta qo'rqinchli maxluqqa aylantirishdi. Ammo qandaydir tarzda alyans hamma narsani yo'q qiladigan narsalarni to'xtatib turdi. Hech bo'lmasa hozircha. So'nggi 24 soat davomida maxfiy agent deb ataladigan odam yer bo'ylab signal yubormoqda. Hech kim uning nimani anglatishini bilmaydi. U o'zining eng buyuk ijodini qulfdan ochadigan kalit haqida gapirmoqda va alyans a'zosini uning signaliga ergashishga chaqirmoqda. Maxfiy agent uni omadli Lutki deb ataydi va u hamma narsaning kaliti ekanligi haqida gapiradi. Hech birimiz amin emasmiz, lekin balki bu urushning yakunidir. Bilmadim. Bugungi kunlarda umid juda qiyin narsa, lekin umid qilamanki, agar omadli hali ham tashqarida bo'lsa, u signalga ergashmoqda. Signalimga ergash omadli. Qizg'in. Maxfiy agentning so'nggi gaplari. Video yakunida qahramon mashinaga yetib kelganida maxfiy agentning ovozi yangraydi.
lekin balki bu urushning yakunidir. Bilmadim. Bugungi kunlarda umid juda qiyin narsa, lekin umid qilamanki, agar omadli hali ham tashqarida bo'lsa, u signalga ergashmoqda. Signalimga ergash omadli. Qizg'in. Maxfiy agentning so'nggi gaplari. Video yakunida qahramon mashinaga yetib kelganida, maxfiy agentning ovozi yangraydi. Nihoyat, signal ishladi. Asosiy kalit sizga qo'shildi. Tasodifan yoki omad tufayli emas. Siz men bajara olmagan ishni tugatishingiz kerak. Omadingiz tugaydi. Alyans siz bilan tugaydi. Men sizni tirik yetkazib beraman, lekin do'stlaringiz to'lovni to'laydi. Omad tilayman. Bu mashina uchta kuchni bir-biriga moslashtiradi. U urushni hal qiladi. Siz omadli kalitsiz va sizsiz uni yakunlash uchun uchqun bo'lmaydi. Texnologik o'g'irlash, technological hijack, astrolarning qahramonni maxluqqa aylantirishi, ularning asosiy quroli jismoniy emas, balki miyani nazorat qilish va alyans texnologiyasini o'zgartirish ekanligini ko'rsatadi. Bu ular o'zlarining yagona dushmanlari astrolar emas, balki butun yerlik hayotni nazorat qilishni istashini yashiradi. Hikoyachi ularni osmon odamlari deb ataydi va hamma astrolardan nafratlanishini aytadi. Bu esa astrolarning skibidi toiletlardan ham yomonroq, ularning kelishi esa urushni ikki tomonlama to'qnashuvdan uch tomonlama global tahdidga aylantirganini tahlil qilish imkonini beradi. Signal atrofida takrorlanadigan qizg'in so'zi shunchaki ishora emas. Bu vaqt yoki makon deformatsiyasi, spatietime distortion, yashirin teleportatsiya nuqtasi yoki omadlining kuchini faollashtiruvchi yuqori energiya manbai bo'lishi mumkin. Urushning yakuniy kaliti, u uchta kuchni birlashtirish yoki yo'q qilish uchun zarur bo'lgan uchqun ekanligi. Seriya qahramonlari endi titan kameramanlar yoki spikermanlar emas, balki omadli atrofida birlashishini anglatadi.